Odam burgutning tuxumini topib olib, uni tovuqning tagiga bostirdi. Vaqti kelib tuxumlar yorildi va biridan burgut polaponi chiqdi. U atrofdagi jo'jalar bilan birga o'sdi. Har kuni u boshqa tovuqlar qatori yer titib, don va chuvalchang izlash bilan mashg'ul edi. Uning fikricha, hayot ana shunday bo'lishi kerak edi. Bir kuni u osmonda parvoz qilayotgan, yerni balanddan kuzatayotgan ulug'vor bir qushni ko'rdi. Uning oltin tusli qanotlari shamol oqimi bo'ylab harakatlanar, go'yo havoda suzib ketayotganday edi. Burgut zavq bilan yonidagi tovuqdan so'radi: "Bu kim?" Tovuq javob berdi: "Bu burgut, qushlarning shohi. U osmon uchun yaratilgan. Biz esa tovuqlarmiz, bizning joyimiz yerda." Burgut shu so'zlarga ishondi. U osmonni unutdi, parvoz qilishni xayoliga ham keltirmadi va umrining oxirigacha tovuqlardek yashadi. Chunki u o'zini tovuq deb bilardi. Ibrat va xulosa. Hamsuhbatingiz yaxshi bo'lsin ekanda azizlar. Agar bir inson bilan, yaxshi inson bilan o'tirsangiz, o'sha hamsuhbatingizdan nimadir sizga yuqadi. Shuning uchun bolalarimizni qadimdan o'z xalqimizda aytib keladi, do'stiga qaragin deb. Do'stiga qara. Ba'zi xalqlarda shunday maqol bor-ku, do'stingni kimligini aytsang, men seni kimligini aytaman. O'sha juda muhim masala, bu shar'iy masala. Shuning uchun bolalarga juda ham ehtiyot bo'lib